Xotin, uylab o'tirma. Endi men jonim bilan Antaliyaga ketaman. Jonim, meni o'ylamasangiz bachalar o'ylang dadasi. Xotin, men bachalarni o'ylab sen bilan qolsam, sen meni urib mayib qilib qo'yasan. Undan ko'ra men bu jonim bilan Antaliyaga ketaman. Bu menga mehr beradi. Menga oy jonim. Xotin, sog' bo'lasan, ketdik. Dadasi beradi. Antaliya? Dadasi? Dadajonisi? Voy, tushim akani, Xudoga shukr. Dadajonisi, qo'y. Yana urmoqqa keldingmi, xotin? Yo'q, urmayman, siz dadajonisiz. Shuncha urganlarimiz uchun meni kechiring. Hay. Hay, endi urmaysanmi? Yo'q, bundan keyin umuman urmayman dadasi sizni, xo'pmi? Hamma ishlaringizni qiling, men osh qilib qo'ydim, xo'pmi? Hay. Cheta xotin ichida bir dard bormi deyman-da. Mang choy dadasi. Rahmat xotin. Osh qanday bo'libdi? Osh zer bo'libdi xotin. O'zi tinchlikmi menga buncha iltifot ko'rsatibsan? Shuni aytsam dadasi tush ko'rinman. Tushimda bir qiz sizni Antaliyaga olib ketayotgan ekan. Siz bizlar tashlab ketmaysiz, to'g'rimi dadasi? Yo'q, Agar o'ngimda bo'laydimi, shu qizni ham siz ham tur ayirgan bo'laydim. Ha, nima bo'ladi dadasi? Ichi tomog'im qurdi xotin. Ha, o'zim solib beradim choy. Mamollarga qarab keling. Yo'q, choy-chi. Ra'no, menga qarang, bizlar Antaliyaga ketayotganimizni xotin bilib qolgan. Uyimaki menga yana ikkovimiz ham yirtadi kelsangiz, kelma. Tushimma kiran, yurakina kirgan ekan. Bera keling. Bir yigisiz, bera keling.